Xo'p, qizlar homiladorlik vaqtida bir xil spiralli ustidan homilador bo'lib qolganlar bo'ladi. Spiralli ustidan homilador bo'lib qoladi, spiral siljib qoladi. Birinchidan spiralli siljish sabablarini sizlarga aytaman. Spiralli siljish sabablari shundan iboratki, katta matkaga qo'yib qo'yilsa yoki kalta qirqilsa yoki ayol og'ir ish, noto'g'ri harakatlar qilganda spiral joyidan siljib qolishi mumkin bo'ladi. Endi spiral bilan homiladorlik qanchalik xavfli? Agar spiral bilan homilador bo'lsanglar, xavfli bo'lmaydi. Aksariyat holatlarda men xavfli holatni ko'rmadim. Чтобы spiral bolaniga kirib ketgan yoki tiqilib qolgan joylari bo'lmaydi. Ko'pincha spiral sheykaga tushib qoladi va uni vrachlar tomonidan olib tashaladi. Shunaqa joylari bo'ladi. O'sha uchun spiral bilan kimda kim homilador bo'lib qolgan bo'lsa, qo'rqmasanglar bo'ladi.